Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu bizga motivatsiya beradi. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz boshladik. O'zbekistonda 2-8 fevral kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta sharhi. Hafta boshlarida O'zbekistonda bahoriy havo kuzatiladi. Janubiy viloyatlarda harorat +20 darajagacha yetadi. Payshanba shimolda, juma esa respublikaning boshqa hududlarida harorat hafta boshiga nisbatan sezilarli pasayadi. Ish kunlarida tog'lardan tashqari boshqa hududlarda yomg'ir yog'adi. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. O'zbekistonliklar joriy hafta juda ham issiq, xuddiki bahoriy ob-havo muhiti bilan to'qnashadi. Bir tomondan yuqori issiq havo harorati va uning ortidan mintaqaga bulutlar oralaydi. Ayrim hududlarda aholi asosan yomg'ir ko'rinishidagi yog'ingarchiliklarga guvoh bo'ladi. Shunday qilib, mintaqa ob-havosini asosan iliq va nam havo oqimlari belgilab beradi. Hafta davomida 2 nam havo oqimi kirib kelishi kutilmoqda. Payshanba, juma kunlari esa mintaqaga navbatdagi yengil sovuq kirib keladi. Bu sovuq shimolda haroratni -12 darajagacha pasaytirsa, boshqa hududlarda nari borsa -5 darajagacha sovutadi. Dam olish kunlari esa mintaqaga yana bahoriy iliq havolar kirib kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda ish haftasida bahoriy harorat qiymatlari kuzatilishini boshqa ob-havo prognozlari ham tasdiqlamoqda. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlari ham joriy haftaning ish kunlari O'zbekistonning katta qismida o'rtacha harorat shu davrga xos ko'p yillik iqlimiy me'yordan 4-6 daraja, ayrim hududlarda 8 darajagacha chetlashishi keltirilgan. Bu kabi iqlimiy muhit fevral boshlari uchun noodatiy bo'lib, aksincha, mart boshi va o'rtalaridagi ob-havo muhitiga mosdir. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognoziga ko'ra, dushanba kuni vodiy viloyatlardan tashqari hududlarda yomg'ir, tog'larda qor yog'adi. Kunduzi harorat tog'larda 0 +5 daraja, shimolda +11 daraja, vodiy viloyatlarda +13 daraja, boshqa viloyatlarda esa +16, +18 darajagacha iliq bo'lishi prognoz qilingan. Kechalari tog'larda harorat -5 darajagacha sovuq, vodiy va shimolda -3 darajagacha sovuq, boshqa viloyatlarda esa ancha iliq, ya'ni +3, +8 daraja oralig'ida bo'lishi qo'shimcha qilingan. Tog'lar va vodiy tomonlarda yaxmalak, respublikaning ayrim hududlariga tuman tushishi mumkin. O'zgidromet sinoptiklari shimol va tog'larda seshanbadan juma kuniga qadar yog'ingarchiliklar bo'lishini, ushbu kunlari faqatgina chorshanbadan tashqari Samarqand, Jizzax, Buxoro, Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida har kuni yog'ingarchilik bo'lishini ma'lum qilgan. Shimolda payshanba kuni, respublikaning boshqa viloyatlarida esa juma kuni kutilayotgan yog'inlar yomg'ir, keyinroq qor ko'rinishida yog'ishi mumkin. Agentlik bu safargi nam havo oqimlaridan vodiy viloyatlarida haftaning ish kunlari uchun yog'ingarchilik bo'lmasligini qo'shimcha qilgan. Seshanba kuni ham harorat rejimi xuddiki dushanba kunidagi kabi bo'lishi, chorshanbadan kunduzgi va tungi harorat qiymatlari ko'tarilib borishiga ishora qilgan. Shu darajadaki, chorshanba va payshanba kunlari voha tomonlarda harorat maksimumlari
+20 darajagacha ko'tariladi. Tungi harorat qiymatlari faqatgina juma kunga kelib sezilarli pasayishi, shimol va tog'larda -12 darajali yengil sovuq bo'lishi qo'shimcha qilingan. Nam havo oqimlari kirib kelishida hududlarda soniyasiga 18 metrgacha kuchayuvchi kuchli shamollar bo'lishi taxmin qilingan. Dam olish kunlari respublika bo'ylab asosan quruq ob-havo kuzatilishi, havo haroratining asta-sekin ko'tarilishi taxmin qilinmoqda. Quyidagi yog'ingarchilik prognoz xaritasida payshanba kuni sutka davomida kutilayotgan yog'ingarchiliklarning umumiy quvvati tasvirlangan bo'lib, unda Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari tog' etaklarida umumiy 15-20 mm gacha yog'ingarchilik bo'lishi ko'k ranglarda aks ettirilgan. Hafta davomida asosiy yog'in ayni mana shu payshanba kuniga to'g'ri kelishi, hududlarda bir maromda yog'in bo'lmasligi ushbu xaritada yaqqol ko'ringan. O'zgidrometning boshqa bir axboroti hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognoz markazining prognoziga ko'ra, joriy hafta Qoraqalpog'istonning shimoliy hududlaridan tashqari boshqa joylarda iliq va issiq hafta kutiladi. Respublikaning juda katta qismida o'rtacha haftalik harorat shu davrga mos haftaning me'yoriy qiymatlaridan 3-6 daraja yuqori chetlashishga ega bo'ladi. Yog'ingarchilik kesimida hafta davomida vodiydan tashqari hududlarda me'yordan ko'p yog'ingarchilik kutiladi. Shunday qilib, hafta davomida yuqori issiqlik foni qishloq xo'jaligi tarmog'ida dov-daraxtlarning joriy o'sish davriga tezroq kirib borishini ta'minlasa, payshanba va juma kunlari yomg'ir aralash qor hodisalari tog' etaklarida avtomobil tarmoqlariga muammolar yaratishi mumkin. Ushbu maqolaning to'liq shaklini gazeta.uz saytidan o'zingiz batafsil o'qib olishingiz yoki videoni sekinlashtirib ham ekranlaringizda o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.